وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Luqman Hakim farzandini qandoq qilib muvahhid tarbiyalab chiqdi? Allohdan qo'rqish va eminishni qandoq o'rgatdi? Kishilik hayotdagi barliq ishlarda Alloh meni kuzatib turadi degan ideologiyani qandoq singdirdi? Luqman alayhisalom o'g'liga buyurgan eng muhim ishlar nimalardan iborat? O'sib yetilish jarayonidagi yuksak axloq va yashash san'atidagi adablar nimalardan iborat? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد Dünyanın her qaysı joylardagi ko'rinman qarindoshlar, bugun biz Allohning yordami bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 11 bölümünü sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini huquq va majburiyat nomli suhbatimizning doimlik mehmini ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümünde islomiy bir jamiyatda shaxslarning o'zaro munosabatlariga aloqador adab axloq to'g'risida to'xtalamiz. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Alini qarshi olaman. Assalomu alaykum ustoz Muhammad Ali. Va alaykum assalom. Ustoz Muhammad Ali, biz suhbatimizning oldingi qismlarida suhbatimiz farzandlarning ota-ona ustidagi haqlariga aloqador masalalarni to'xtalib kelgan bo'ldik va bugun bu suhbatimizning oxir bölümü, ya'ni farzandlarning ota-ona ustidagi haqlariga aloqador bo'lgan suhbatninki oxirgi bölümünde bugün tugatamiz. Biz ilgirki suhbatlarimizda bu majburiyatning nazariy taraflarini o'tirib qo'yib kelgan bo'lsak, bugun biz Qur'oni Karimdan o'rnak asosida amaliy ta'lim tarbiyani o'tirib qo'ymoqchi. Buningda biz Luqman alayhisalomninki o'z farzandini qandoq qilib Allohga itoatman qilib tarbiyalab chiqarganlik to'g'risida Allah subhanahu wa ta'ala'nınki وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ degan bu oyatni chiqish qilib turib, tövende bir neçe muhim noktalarını yoritib o'tmoqchi. Nima uchun Luqman Hakim o'g'liga qilgan birinchi vasiyatini shirkdan yiroq bo'lishga tavsiya qildi? Şirk qandoq bo'lib zulm deyiladi? Bu vaqtda bir to'xtalib o'tgan bo'lsak. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Bugünkü suhbatimizning asosliq mazmuni şu ayet bo'lsa kerak. Surat Luqmanning 13-oyati. Allah subhanahu ve taala ata bala münasebeti atının balığa terbiye kılışının muhimliği tarafını ifadeleş için Kur'an-ı Kerim'de dada balığa kılıdığan nasihat terbiyenin asasi prensiplerini bizge muşa ayette körüstüp öttü. Ayet Luqman'ın oğluğa kılan nasihat öyle başlandı. Nasihatının birincisi Allah'a şirk keltirmeslik. Allah'a şirk keltiriş zulüm degan ifade kullanıldı. Hem de şirk nimişki zulüm buludu. Nime için insan küçük vaxtidagi terbiyeden tatip şirkten yiroq turishga tavsiya qilinadi, buyuriladi desek, amaliyat Allah subhanahu va taala yakka zot, bir zot. Allah hech kimga muhtoj emas. Hamma Allohga muhtoj.
Allah'ın nurgun güzel esma sıfatları var. Hem de insan şirk meselesini düşünüşten avval Allah'ın biz yukarıda degen ahadliki, samadliki, Sure İhlas'ta bayan kılıyor. Allahu ahad, kul huvallahu ahad, Allahu samed. Ve Allah bizge bildirgen nurgun esma sıfatlarını bilginide. Ve özünün kimligini bilginide. Müşekeke vaqt azraq to'xtash to'g'ri keladi. İnsan zati kim? İnsan zimin mahluqatlar ishidagi en ulug' mahluq. Allah insanni o kadar ulug' yaratdi ki o'zidan boshqa hech kimga muhtoj qilmadi insonni. Ziminning ochquchini insonga tutqizdi. Zimindagi vazifani insonning qo'lga tutqizdi. Va insonga shunda bildirdiki, mana men hammani qilib beraman. Bu hukmlarni nereden alamiz? Bayatın deb o'tganimizdek Allah subhanahu va taoloninki asma sifatlaridan alamiz. Allah dedi: "El-Halim, men hammani bilib turman" dedi. "El-Habir, hammadan xabardor" dedi. "Es-Sami', hammani anglab turman" dedi. "El-Basir, hammani ko'rib turman" dedi. "El-Xoliq, men yaratgan" dedi. "Er-Raziq, yoki Er-Razzaq, bütün rizqing kimning qo'lida? Mening qo'limda" dedi. "El-Mu'ti, birdig'ani hamni men beraman" dedi. "El-Mani', bermagini men" dedi. "Er-Rafi', masalani men ko'tarman" dedi. "El-Hafiz, men tushiraman" dedi. "El-Mu'izz, seni aziz qilsam men aziz qilaman" dedi. "El-Mudil, xor qilaman, xor qilish to'g'ri bo'lib qolsa men xor qilaman." Bu kadar insonga meseleni aydınlaştırdı. Özünün kimligini tanıttı ve insanı dünyada misli yok derecede kütürdü. Asman zimine vermegen amanetini insana verdi. Ve laqad kerramna bani Adem. İnsan o kadar akıllı kıldı. Özge tallaş erkinlikini verdi. Yani onda olgan lekin bu yerde İnsan asli özünü düşense ve özünü yaratkan Rabbini düşense üzülen Rabbini oturuğa hiç qanday narsani kirgizmaydi. İnsan bilan Allah'ın alakası bir vasıta oldu. Çünkü insandan ulug' başka mahluk yok. İnsan dünyanın xo'jayini. Allah maşta bol davatıdı insandan. Sen bu dünyada xo'jayin davatıdı. Fakat mağlam qara davatıdı. Bu kadar ikram, bu kadar tekrim, bu kadar şerefne qo'yib insan o üzdün tüven yoki üzbilen o'xshash narsalarni Alloh bilan o'zining o'tirig'i kirgizdi degan gap zulm bo'lmay nima bu? O'ziga bergan bu kadar oliy martabalik darajadan tushib past o'ringa tushgizdi o'zini degan gap nima degan gap bu? Hakikaten bir zulüm bu, özüge nispeten kalkan zulüm. Bu yüzden şirkni zulüm deb atışımızdan sebebi şu. Hem de şirk iki xil oldu. Birisi aşkarı şirk, birisi yuşurun şirk. Bir adamda ta'kidlaydiganimiz şu, aşkarı şirk aramızda bulmaydı köp hallada. Mesela but ibadet qilish deymiz. Bunda işler İslam cemiyetinde asasen yok. Hem de yuşurun şirk bo'lib qoladi. Bazı eserlerde geldi ya. Men ummatimdan en qo'rqadiganim yuşurun şirk. Sizlarni but ibodat qilasizlar demayman, tashqi ibodat qilasizlar demayman, ammo havasning keyniga kiradi. İşlerini Allah'ның boshqasi uchun qiladi. Bu yuşurun şirk. Ya'ni masalani üzülen Allah'ның o'tiridagi masala qilmay, o'tirga yana bir narsani kirgizib qo'yadi. Ya o'zining nafs xohishini kirgizib qo'yadi, yoki birlarga o'zining mandaraqligini ko'rsatib qo'yish, ya'ni masala Alloh bilan o'zining o'tiridagi masala olmay, yana bir odam buni o'tiriga kirib qoladigan bir ahvollar bo'ladi. Riyoga o'xshagan. Ha, riyoga o'xshagan. Bir haq so'z var. Bende bilan Allohning o'tirisidagi bevosita aloqa. Ya'ni birlaridan qo'rqib qanaqlanmaydi, demaydi masalan. Kallasqa aşı maxluq bende kirib oladi-ki, Rabbini qanaqaladi unutuydi. Ben bayatın yaqi yuşurun şirkka algan misallar
cemiyetimizde keng taqalgan nurgun meselelerini öz içine aldı. Sizlegендek riyani, başkalarının aldığı başkalardan korkup hakkını qana qılanmaslık, sözlenmeslik, özünün nefsi xahişinin keynine kirip Allah'ını gazaplandırıdığan işlerini qana qilish. Bayatınki eserde ben bunundan ensireyme deydim. Eminiyetim bugün günümüzdeki İslam cemiyeti biz yaşavatkan bu toplum del muşu xil keselge giripta olgan. Bu xil kesel intayin yuqori. Eminiyette yuşurun şirikning yuşurunlıqı qap-qarangı keçideki qar taşının üstündeki qar çümürü yuşurun. Bunu tek Allah biladi. Yani birisi şu işini qilgan adamı ba'zida hatta özünün yuşurun şirik keltiriyotganligini bilmey turib yuşurun şirik keltirdi. En adnası zulümni yaxshi ko'rdi masalan. Adalet özünün menfaati kelmagan vaqtda yomon ko'rdi masalan. Bir do'stingga uzluksiz gunoh qildi demdi. Xatolik o'tkazdi. Do'sting o'g'anlik uchun munosabating normal saqlaysa, onun xatoligini qanday qilmaysa, inkor qilmaysa, yuşurun şirik masalan. Çünkü Rabbim bilan o'tirangda bo'lgan bir omonatni aş do'stining do'stligini deb yoki ko'nglini deb unutdan sevadi. Yuşurun şirik. Ve ma yu'minu ekseruhum billah illa ve hum müşrikun. Ayet davatı Sure Yusuf'un 106. ayetide. Ularning ko'pinchisi Allohga şirik keltirgan holda ishonadi. Qanday şirik keltirgan holatda ishonadi? Yani o'zimizni mu'min deymiz, o'zimizni musulmon deymiz. Ammo bizning iymonimizda biz bayatni tilga olgandek har xil yuşurun şirik ibodatlari qana qilgan, yuşurulgan. Bu nuqtadan Luqmanning o'g'li qilgan tunji nasihatining şirik bo'lishi ve bunu zulüm deyişi intayin muhim. Çünkü şirik meselesi insan qilish va insan qilmaslik meselesi. Yani Luqman o'g'liga tunji odam bo'lishni o'rgatmoqchi. İnsan bo'lishni o'rgatmoqchi. Çünkü insan bo'lsa, insondan yuqori maxluq yo'q. İnsan bilan Allohning o'tirida hech kim yo'q. Bevosita aloqaga ega. İnsan qanday insonning darajasidan tushgan vaqtda ondan keyin shirk paydo bo'ladi. Üzüden Allah'ın perverdigarının oturuğa yeni bir insanla kirgizse, yeni bir narsani kirgizse, an bu vaqtda şirk oldu. Yani Luqman bu yerda o'g'liga odam bo'lishni kutadi. İnsan bo'lishni kutadi. Çünkü şirk keltirmaslik odam bo'lishning tunji qadami. İnsanlık darajasini tushirgan tunji qadam nima? Şirk. Bu yüzden şirk insonga nisbatan nima hisoblanadi? Zulm hisoblanadi. Bu yerda bizning so'zimiz maxfiy insan özü bilmey qilib soladigan ama mahiyette şirik türü kirib qoladigan bir meseleni so'zlab o'tdik biraz avval. Masalan, maxfiy şirik riyoga o'xshagan, boshqalar ko'rsin, yaxshi amallarni boshqalarga o'qitish uchun qiladigan ishlarni so'zlab o'tgan bo'ldik. Endi maxfiy şirik insonni dindan chiqarmaydi, ammo mahiyette insonni haqiqatdan tugashtiradiganligini düşündün mü hazır mısın bu sözlerden? Tabii. Dinimizdeki mahfi şirk insanını dinden çıkarmaydı. Ama insan bütün enerjisini topla, bütün vücuduyla Allah gözünge vakitte küçük bir alaka halatı geçiriyordu. Allah bilen. Küçük bir alaka haleti. Bu alakaga her kandak bir vasıta sizip kiremeydi oturuğa. Şirk olmayan havalı astıda. Ama imanın acizliği vaxtıda, senin işençen tüelliği vaxtıda, sendeki yüçük Allah ile boğan oturdaki küçülük alakı yüçükü şu vaxtda peyda olurdu. Şöyle senin bir arzuyun Ahmet'e bağlanırdı, bir ümidin Samet'e bağlanırdı, ma işimgi palanı vasıtasılan ki ümidin şununla bağlanırdı. Mana bu şirik. Maxfiy şirik. Bugünkü cemiyetimizde mesela biz bir mazlum bir millet bo'lish sifatimiz bilan xalqimizning umidi ba'zi masalan Yevropa davlatlariga, ba'zi Amerikaga, ba'zi Türkiye ve ba'zi küçük davlatlarga bog'lanib, mana shu davlatlar bu bizning ishimizni o'tiriga olib chiqsa, ya Xitoyga to'xta, zulm qilma desa, bizning ishlarimiz hal bo'lib ketadi.
degandek yoki olmaydi masalan bir to'xtamay namoyish qilsak qolib ketdi yoki imzo to'plasak 100 ming kishilik 10 ming kishilik imzo olib kelsa bizniki zulm to'xtaydi biz ustimizga bo'layotgan zulm yoki azatollik degan o'xshagan e'tiqod ko'z qarashlarmi mana shu turga intayin zil va muhim savol. Atrofdagi bor imkoniyatdan foydalanish. O'tirg'i olib chiqishga tegishlik har qanday odamni o'tirg'i chiqish, har qanday davlatni o'tirg'i chiqish, har qanday tashkilot jamoatni o'tirg'i chiqish. Va bu da'voga ekilish imkoniyatimiz va har qanday bir davlatlarni ekilish bilan qalbdagi orzu, umidni, ishonchni shularga bog'lashni o'tirdi farq bor. Sening madam Alloh qo'ygan ishonching tam. Bütün imkoniyat Allah'tan keladi. Mening ishim Allohning ilkida. Buning birinchi mas'uliyati ustimga tushadi mening. Andan Allah subhanahu va taolo atrofda bergan imkoniyatlardan to'liq foydalanma. Siz degandek Turkiyadan foydalanma, Yevropadan foydalanma, Nebrasdan foydalanma, guvohlik to'plashdan foydalanma, guvohlik berishdan foydalanma, imzo to'plashdan foydalanma. Bütün vositlarni ishga solma. Bu normal ahvol. Ham bizning talab qilindigini shu. Bunu biz shirk deyil olmaydi. Asla va asla. Ammo bir odam orzu umidi Allohdan uzildi. Xuddi uning Robbi yo'qdek. Uning Allohi yo'qdek. Masalalar mesela bo'lib qolayotganda ma tuyg'uga keldi. Bu vaqtda eng cho'ng insonda paydo bo'lgan narsa nima desa, ojizlik. Tushkunlashish. Hozirdan va kelgusidan umid uzish bo'ladi. Shu vaqtda insan normal kontrollikten çıkdı, insanın hayatı ritimden çıkdı. O gündelik hayatta huzur olmaydı o vakitte. Ama o vakitte da arzu ümidini ağa bağlaydı. Onun ümitsizlengende beğe bağlaydı. Onun ümitsizlengende seğe bağlaydı. Ve onun ümitsizlengende hayattan ümidini üzüdü. Bayatın degenimiz ya, şirk insanın zaya kıvıtı degeni del şu. İnsanın ümidi Rabbidan üzülgen vaqtida insan intayin aciz qiladi o'zini. Boshqalarga bog'langan vaqtda biz bilamiz, boshqalarning qo'ldagi imkoniyatning qanchaligini bilamiz biz. Oldin ma ümidsizlanadi, oxirsida hayotidan ümidsizlanib insonning normal turmush olmaydi. Shu insonni vayron qilgan tunji narsa shirk. Halok qilgan tunji narsa shirk. Ammo bir gapni qo'shib qo'yay. Biz Allah'a bağlandık, Allah'a tevekkül kıldık, Rabbimiz va degan da'vo bilan boshqa qilish tegishlik sabablarni imkoniyatini qoldirishga aslo olmaydi. Ammo inson shunday xotirjam bo'lsin-ki, uning bir Robbi bor. Uning butun yordam kimdan keladi? Robbidan keladi. Va bu o'zining ustiga tushgan vazifasini to'liq ado qiladi, kuchining yetishicha. Atrofdagi bor imkoniyatlardan, mayli o imkoniyatning shakli, xili qanday bo'lsin, to'liq foydalanadi va undan keyingi natijani xotirjam holda kimga qo'yib qo'ydi? Allohga qo'yib qo'ydi. Chunki shunda bir e'tiqod bo'ladi-ki, mu'minda bu dunyoga meni Alloh keldi. Meni Uyg'ur qilib Alloh yaratdi. Meni Ahmad qilib, Mehmet qilib Alloh yaratdi. Mu'min Allohni umidsiz. Bu holat keldi. Allohning bir irodasi bor. Menden bir narsani kutyapti. Menden bir qurbonlik berishni kutyapti. Menden bir tirichallik ko'rishni kutyapti. Mana men ko'rsatdim. Ba imkoniyatimni hammani chiqardim. Ish qiladigan vositalarning hammani soldim. Amdiki natija kimda? Allohda. Degan kunisi inshaalloh qalbga keladi. Bu tavhid, ma'u tavhid. Chunki bunda benda, mushu ideya kelgan benda Allohning mu'ti ekanligiga ishonadi. Nimbas Allah'ın bir dağıllığı işinidir. Allah'ın el-mani' işkelliği işinidir. Bu buluvatkan işlerin hemmisinin ki Allah tarafından buluvatkanlığı işinidir. Allah'ın razzak işkelliği işinidir. Allah'ın aziz kıvıcı işkelliği işinidir. Allah'ın hapılık kazımı Allah'tan kegelliği işinidir. Mana bu tevhidinin en yukarı tarafı. Mana biz bunu şirkten hali tevhid dep düşünümüz. Allah razı olsun. Hem de yuqorida biz farzandlarninki ota-ona ustidagi haqqi to'g'risida davomli suhbatimizni Luqman alayhissalomning farzandiga tunji vasiyatini
Allohga shirk keltirmaslik to'g'risida boshlagan ekan. Endi bu kichik farzandlarimizga, kichik bolaga qanday qilib tavhidni o'rgatalaymiz yoki tushuntira olamiz? Biz dedik tavhid imanning eng afzal tarafi. Yuqorqidek nurg'un buning cho'ng, kengir sohalarga chetiladi. Luqmanning o'g'liga tunjulab tavhid o'rgatishdi, chunki insonning inson bo'lishi, insonning odam bo'lishi tavhidga bog'liq. Agar shunday tavhid yo'qolsa, inson insonlik darajasidan bir qator tushib, o'zga zulm qilgan bo'ladi. Endi kichik bolani tavhid asosida tarbiyalash masalasiga kelsak, unda yo'g'on gaplarni kichik bola qana tushunadi bo'ladi. Desa, Qur'on buning bizga bir misolni berdi yuqorqi oyatda. Oyatninki ikkinchi bo'lugida ya bunayya innaha intaku misqala habbat min khardal fatakun fi sahra aw fi samawat aw fil ard ya'ti bihillah. Qarang, oyatda bizga berayotgan misol balaga tavhidni qanday tushuntirishda. Eng oddiy, eng basit, eng qulay nasldan misol ilib turib balaga tavhidni tushuntiramiz. Oyatim deydi, balam Luqmanninki o'g'liga qilayotgan nimasi ma'u vasiyati. Sen qilayotgan ishing bir qishchining donishchilik ishi bo'lib, buni bir toshning qishti qo'yib qo'ysang, yoki toshning ostida bo'lgan taqdirda, masalan, shu mazmundagi. Yoki osmonda bo'lsin, yoki zaminlarda bo'lsin, Alloh uni biladi. Qilgan har ishingda Allohdan qo'rq degan shakl tushuntirdi ya Luqman alayhisalom. Ya'ni kichik bolaga biz eng oddiy misollarni tushuntiramiz. Eng oddiydan boshlaymiz tavhidni. Yomg'ir yog'di. Balam yomg'irni kim yog'di de? Alloh yog'dirdi. Nayt oddiy kichik bolaning aqliga munosib shaklda. Balam bu bug'doyni kim o'sadi? Alloh o'stirdi. Balam bizga bu rizqni kim berdi? Alloh berdi. Bunda kichik bolaning tabiatiga mos muvofiq qilg'i o'yin keladigan bir shaklda tavhidni shu yerdan boshlaymiz. Shu yerdan boshlaymiz tavhidni. Yani demek farzandni Allohdan qo'rqadigan va aymindigan qilib yuqorqi sizlar tilovat qilgan yabna innaha antakum mithqala habatin min khardal fatakun fi sahra aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Yani bu oyatning umumiy ma'nosi Janob Alloh subhanahu va taoloninki ilmininki mutlaq ekanligini va kamoli qudratining cheksiz ekanligini farzandlarga tushuntirishda oddiy misoldan boshlash. Oyat Allohning mutlaq qudrat sohibi, inson qilgan har ish ne bo'lsa Allohning bildiganligini ifodlayapti. Ammo shuni kichik bolaning aqliga munosib shaklda tushuntiryapti. Biz shu yerdan boshlaymiz dal. Kichik bolaga har narsani, aqallisi kichik bolaga bir chumilini o'ltamaslik. Bunun birinin bulduğanlığı, zulüm bulduğanlığı. Aqalli bir şeyden başlayımız. Bir bakı kirgen vaqtda bir gülne dessep çeylemeslik, zaya qilmaslik meselen. Maşta yerden başlayımız. Yani addi noktalardan. Tevhidni mi del muşun noktadan. Allah'tan korkuşunu mu maşta addi nesler bilen. Kichik olan aqliga maşta şekil terbiyelenir. Kur'an bunun da bizge bir nimbir vatıdı, misal bir vatıdı. Yolda ketyapotgan bir mushukni asrash aqallisi. Qushlarga aziyat bermaslik, hamma narsani Allohga bog'lab turib, tavhidga bog'lab turib, Allohdan qo'rqishga bog'lab turib, insonni inson qilishning tunji qadamini shu vaqtda olamiz. Qur'on bizga inson tarbiyalash, kichik bolani odam qilib tarbiyalash hammadan avval. Robbi bilan o'tirga hech nima vosita kelgizmaydigan, atrofdagilarga muloyim, atrofdagilarga rahimdil, her ishda, qilgan her ishida bir tol mushukka aziyat bermoqchi bo'lsa ko'chada ketayotgan. Shuni oldim avval kichik bolaning kallasqa, mushuni buzaq qilsam, mushukka zarar yetkazsam, mushukka Alloh men jazolaydi deydigan bir xil tuyg'uga ekilishni Qur'on bizga qanday qilyapti, o'rgatyapti. Oddiy misollar orqali. Alloh razı olsun. Endi yuqorida biz biri Luqman alayhisalomninki farzandga qilgan vasiyatini örnek şekilde so'zlab o'tgan bo'ldik. Birinci Allohga shirk keltirmaslik, ikkinchisi Allohdan qo'rqadigan va Allohdan aymindigan qilib tarbiyalash. Endi bu
Üçüncü vasiyetga o'tishdan ilgari biz yuqori oyatning davomida innalloha latifun xabir deydi. Endi bu oyatda innalloha latifun xabir degan bu oyatda farzandga Allohning go'zal ism va oliy sifatlarini bildirib tarbiyalashga ishorat qilindi qanda. Ya'ni oyat Allohning cheksiz qudratlik, insonning har ishni bilib turadigan bir holat ekanlik mazmunini olsa, oyatning oxiridagi munosib shaklda keltirilgan asmo sifat sizlar degandek bolalarni tarbiyalashdagi asmo sifatning roliga ishorat qilsa kerak. Oyatning oxiridagi Alloh latifdir, xabirdir degan Allohning ikki sifati keltirildi bu yerda. Xabir hamma narsani xabarda degan ma'noda. Latif eng inchki nozik nuqtalarni Alloh qana qilib turdi, bilib turdi. Ma'nisidan boshqa yana bir ma'nosi bor. Yani Allah bendilerge mulayim, kuyumcan, bendilerge asla ve asla nimi keltirmeydi, besim keltirmeydi diye. Ama mesela şu her noktada biz bunu his kılalayımız. Allah'ın ki lütfini yaşavatkan her minut, her saatimizde his kılalayımız. Mesela akallisi hem öyle bildiğin bir neyse hava. Kesbi kişiler biliyordu havanın bir besimi var. Hava şu besiminin türküsü de neçe tonna, neçe yüz tonna ayrı falanını götürüp ayrı falan uçu demdi. Ama şu besim küçük olan havanın içinde biz yaşavatımız azrak mı bunu kana kılmayımız, his kılmayımız. Asli etrafımızdaki her nersede biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın lütfunu kana kılalayımız, his kılalayımız. Bu Allah'ın latifinin ki mezmunu boz gerek. Demek ki farzandni Allah'ın güzel isim ve ali sıfatları bolgan innalloha latifun xabir degan maşo güzel isim ve ali sıfatlarını çıkışkan manasını çıkışkan asasda tarbiyalashga ishorat qildi desak. Tabii. Oyatda velillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah'ın güzel isimleri var. Oyatning oxirida qatlayla fad'uhu biha. Allah'a şu asma sifatlardan foydalanib turib chaqiringlar, duo qilinglar yoki ibodat qilinglar. Yani biz bolalarimizni bu noktada turib tarbiyalaymiz. Allah asma sifatlarini nima uchun bizga bayon qiladi? Yani benden şu asma sifatlar bilan sen sifatlan deyapti benden. Şu axloqlaring şu asma sifat asosida bo'lsin. Allohga şu asma sifat bilan yuzlan. Masalan deyli bayatning kelgan oyatning o'zgilam qaytayli. Latif. Biz tabii ki bu 99 asma sıfatının hemen depolamayız. Kelgan oyatdagi şu olgandiki şunu bir misal sifatida alayli. Allah bendilerge mehriban mulayim. Bendilerge hiç besim keltirmeydi dedi mesela. Bayatın bir havanın besim meselesini tilga aldık. Mesela insanın bir misal alsak, küçük balanın 7 yaş vaxtida tişini almışydı bütünlüğü. 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş atrafında bütün tişi düşüp çıkıdı. Muş jarayonga qarayli ya. Bir doktor bir odamning tishini tatmoqchi bo'lsa, qanchalik qiynaldi inson. Ammo kichik bola hech bir nima his qilmasdan alam uni og'riqni his qilmasdan butun tishlari tushib qaytadan qana qiladi chiqib. Yine hayotni bu qadar go'zal qildik Alloh subhanahu va taolo. Biz hayotdan hech qanday besim his qilmaymiz. Mana bu Allohninki latifligi. Allohning lutfi. Biz mush nuqtalardan balalarimizni tarbiyalashimiz kerak. Allohning asma sifatlarini bola tarbiyalashdagi eng go'zal metodga qana qilish, aylantirish. Allah razı olsun. Endi biz Luqman alayhissalomninki farzandlikqa vasiyati shar'iy buyruqqa o'tsak, oyatda ya bunayya aqimis solah va'mur bil ma'ruf va nahy anil munkar wasbir ala ma asabak. Yani bu oyatdagi yuqoridagi Allah shirk keltirmaslik va Allohdan qo'rqish va Allohdan ayminish degan vasiyatlarga bu oyatdagi aqimis solah va amru bil ma'ruf va nahy anil munkar bu bog'lanish o'tirdiki bu yo'l yo'riqni yuqoridagi qo'rqish bilan bu aradagi bog'lanishni qanday tushunamiz? Buning roli nima endi? Allohdan qo'rqishga vasiyat qildi, keyindan amalga, namozga, nahiy munkarga buni buyurdi. Yani biz tevhid babidan keldik bu yerga. Xo'sh. Luqman o'g'li qilgan nasihatlarida
Allohga shirin keltirmaslik, o'tirda hech qanday bir vosita kirgizmaslik, bevosita aloqasini bog'lash, Allohdan har ishda qanaqa qilish, qo'rqish, haqidagi nasihatdan killam namoz tavsiyasiga o'tdi. Yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan tusish, mana bir nuqta diqqatda, yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan qanaqa qilish, tusish mazmunlari bor. Sal turib izohlaymiz buni va qiyinchiliklarning oldida mustahkam turish. Sabr hukmi bu. Endi namoz bandalar insonning o'tirini ulaydigan eng go'zal vosita. Namoz olmagan dinda yaxshilik olmaydi. Masalan, haj kambag'alga farz emas, kasalga farz emas. Zakat bermek ixtisat yo'q odamning ustiga nima emas, farz emas. Roza musofirdan vaqtliq saqit bo'ladi, kasaldan saqit bo'ladi. Qarasak ibodatlarning hammasininki o'tkinchi holatlar bo'ladi. Illaki namoz. Namoz har holatda bandadan nima bo'lmaydi, saqit bo'lmaydi. Saq, kasal, turmining sirtida, ichida o'rtib, o'tirib, yetib, harakatlanmasang ishorat qilib, hatto qo'l putlari bilan ishorat qilmasang, bir qalbing do'simi, tiling do'simi, ya'ni insonning saqit bo'lmaydigan farzdan birisi namoz. Namoz dinning asosi, bandaning ishonchininki asosi, ibodatlarninki eng beshi. Mu'minninki har zaman osmon zaminning Robb bo'lgan Alloh tarafiga chiqitgan shu o'tsa namoz. Namazning harakatlari o'zguchliq. Salatu mi'rajul mu'min. Mi'rajul mu'min, ya'ni banda har vaqt men Alloh bilan ko'rishman desa, namoz buning eng go'zal vositasi. Amaliyotda bandaning qalbi namozga echilmasa, qalbi huzur topmasa, Alloh bilan bog'lanishlik bo'lmaydi. Ya'ni namozimiz bog'lanishlik ya. Namozni bir ustunga yukdek ko'rgan hamon. Sen yaxshi ko'rgan odam bilan ko'rishishga deyishib qo'ygan bir vaqt desak, shu vaqtni intizorlik bilan kutsa, masalan, hayajonlansa, masalan. İnsanda Allohga nisbatan mushunchalik hayajonlanish bo'lmasa. Ya namozningki, insonningki masalan, ma'naviyatiga ta'sir ko'rsatishdan boshqa insonning axloqiga, kunlik turmushdagi hayotiga bu belgilik ta'sir ko'rsatadi. Tabii. Mesela inna salat tanha anil fahsha'i vel munkar. Mesela gipimiz şuraya geldi. Namaz insanın oturduğu en bağlanışlılık ya. Hoş. İnsan namaz arkalık Allah'a bağlanıp doğandığın ki yıllam insanda kandak bir özgürlük peyda olur dese, Allah çekilgen işlerden kana kılış, çekiniş. Buyurgan işlerini kılış. Yani Allah'tan korkkanda, eymengende çekileniyordu. Ha. Çünkü namaz her daim insandaki aşı korkuş ne? Yeni alıp durdu. Allah'ın bendisi degan narsani eslatib turadi. Shu boshqa vasiyatning balaga vazining ikkinchi qismida bayatman diqqat qildiga yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan qanday qilish tusish. Bu namoz o'quga odamda shakllanadigan bir ahvol. Inson namoz o'qidi. Davom xatolikning ichida cho'kib yashag'liqamdi. Qalas sodisi yolg'on aytdi. Haqni aldaydi masalan. Bugun qattiq oldi o'tib, haqni saxtlik qilib o'tib, qo'yib o'tib kelib namazga azan chiqqan bo'lsa, masjidga kirib namoz o'qib chiqqan bo'lsa, bu kimni aldamoqchi bu inson? Allohni aldamoqchimi acaba? Allohning bandasi, Alloh bilan ashta aloqam bor, kunda 5 vaqt ko'rishib turma deb turib, Alloh chekilgan ishni qilsa, unda oldindigan Alloh yo'q-ki. Buning namozi hech narsa emas bu. Demak, insonning namozi insonni dinda cheklangan, Robbini cheklangan tusamsa, o inson o'zining iymonini bir tekshirib chiqish kerak. Namozini tekshirish kerak. Uni yaxshiligi qilishga turtki bo'lolmasa, u o'zi tekshirish kerak. Chunki ya'ni biz valillahil masalul a'la o'zimizning mahbubi bilan aloqamiz saqlangan muddatcha insonlar o'tirishga misol olsa, biz yaxshi ko'radigan shu odamning yaxshi ko'rmaydigan ishini imkon qilmaymiz. Biz eng yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan bir odamningki yaxshi ko'rmaydigan odam bilan aloqalashmaymiz, ko'rishmaymiz. U yaxshi ko'rmaydigan yerligi bormay o'krab qolsa, og'rib, ko'ngli og'rib qoladi debchi masalan. U yaxshi ko'radigan narsani ekilib ancha-muncha qanaqa qilamiz, sovg'a qilamiz o insonlarga. Insonlarga o'tiradigan aloqa shu insonningki. Endi Robb bilan bo'lgan aloqasiga kelsak,
Rabbi bilan men bir qattiq aloqam bor, men degan Allohning bandasi, mana u Alloh yaxshi ko'rmaydigan ishlarni qilib, Allah çekilgen işlerini kılıp, yani sen mesleği var mı? Ne faydası var onun kendi? Bu kanda bir ifade sendeki mesela. Nimini ifadeleydi bu? Bu hakta insan oynayıp bakış gerek yani. Demek namazını berpa kılışka buyruk kılış arkalık Luqman Aleyhisselam özündeki oğluğa. Yani bu bendinin Allah bilen bolgan alakasından müstehkem boluşun çıkış kılış bilen birge imandar ve medeniyetlik bir evlatının barlık kilişige asas silishdan iborat ekanligi o'rtaga chiqdi hozir hamda. Namozning roli va Allohdan qo'rqish bilan namozga buyurishning orasidagi bog'lanishni hozir shunday deb tushunsak bo'ladi ekanda unda o'g'anda. Ya'ni bu Alloh bilan bandaning o'tiridagi bog'lanishning ras yolg'onligining nimasi ifodasi. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan qana qilish, to'sash. Endi oyatdagi biz yaxshilik, yomonlik deb tarjima qilayotgan ifodalar asli ma'ruf dekilik oyatda. Ma'ruf nima desa inson hayotidagi har narsaningki normal bo'lishi. Arabchada ma'ruf degan narsa ish inson qabul qila oladigan ish degan gap-ku asli. İnsanning sog'lom tabiati majni qabul qila olsa bu ma'ruf bo'ladi. Qirindishing qiyinchilikda insonning sog'lom tabiati nimani taqozo qilish vaqtida yordam berishni talab qiladi. Buning o'zi bir nima ma'ruf. Bireylen bir yardımga ehtiyojlik sağlam tabiating nima? Darhol qana qilish yordam berish. Bu ma'ruf. Ma'ruf degan nima desa, xulosa. Inson sağlam tabiat qilgan ish ma'ruf. Din bir odamni namoz o'qi, Alloh bilan bo'lgan arang bog'lansin deyish orqali, ya'ni insonlarning hayotdagi normal turmush ritmining qana qilishi, muqimlashishi. Ritmining buzilmasligiga kapolatlik qilishni talab qiladi. Ya'ni gapimizni temaga bog'lasak, oti bo'lgan shaxs xuddi Luqman o'g'liga uyatgandek, o'g'liga oldi bilan odam bo'lishni o'rgatish kerak. Odam bo'lishning birinchi qadami deganimizdek tavhiddan boshlanadi. Allohdan qo'rqishdan boshlanadi. Alloh bilan bo'lgan aloqasini davom qilishni namoz orqali boshlanadi va uning orqasida ma'ruf, munkar ikki nuqtaga kelib bog'lanadi yani. Yani jamiyatning normal ritmini qo'g'dash. Munkar jamiyat tunmaydigan, jamiyat u ishni qilsa ritm buzilgan ishlarni to'sash. Yani jamiyatning bir ritmini, hayotning go'zal ritmini qo'g'dash, hayotning huzurini qo'g'dash. Bu insonning vazifasi. Ota bolaning mush shakl tarbiyalanishi uchun kichik vaqtdan tortib tunji qadamni qana qilish kerak, yetish kerak. Oyatning agar ashta olmagan vaqti qanday bo'ladi? İnsan şekil terbiyelenmese, Allah'tan korkmasa, Allah bilan bo'lgan munosabat bağlanmasa ve cemiyetning normal huzur ritmiga ko'ngil bölmesi nima bo'ladi desa, cho'qim ko'radiganimiz xafalıqdan boshqa narsa emas. Wa man a'rada an zikri, Alloh Qur'onda Sura Tahaning 124-oyatida bizning bu yo'ldan yuz o'risa, bu sistemdan yuz o'risa, masalan, hayotning bu qonuniyatidan, bu dasturdan yuz o'risa, فإن له معيشة ضنكا. Hayatta xafalıqda yaşaydı o. Bugün gündeki xafalıqlar şu. Bu hayatla tükemaydı bunun vabali. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kıyamet günü sonu bunun cezasını yetkiş dediğimiz. İnsan çokum dünyada her nesne ilgili insan buluş gerek. Küçükçe kadın tatip. Dünya terakki kıldı. Terakkiyatı közlügüsüz bana insan tasavvur kılığız bir dereceye yetti. Lekin dünyada huzur köpeydi mi? Az kaldı bunu. Sizden sorup bakay. Huzursuzluk. İnsanlar ayık yeti değil. Taşkı planetga çıktı değil insanlar. Denizning altına kirdi değil. Sadece keşif kılınmagan, icadet kalmadı. İnsan için o kadar hizmet kıldı ki maddi terakkiyatta tasavvur kılığsız bir dereceye yetti değil. Ama hayatta huzursuzluk köpeydi. Neçe milyon adam açlıktan ölevatıdı. Neçe milyon adam urushninki ta'siridan uymalardan ayrılıp yurtsiz, makansız ölevatıdı. Dünyadaki zulümning ahu zarları tügemevatıdı. Bunun hemmisi nima desa insonning avval inson bo'lmaganligida. Hamda bu haqiqatan yuqoridagi oyatni chiqish qilib turib bizningki bugungi kunimizga
voqealigimizga bog'laydigan bo'lsak, bu soatlarcha so'zlashga to'g'ri keldi haqiqatan. Bu masalaga chetishliq intayin ko'p ishlar bor bizniki. Kundalik turmushimiz, hayotimiz, siyosiy masalamiz deganga o'xshagan. Yuqori deyilgan oyatning o'zi ham hamda bu masalalarga soatlarcha o'tirish to'g'ri keldi. Bugun bizning darsimizningki temasi boshqa bo'lganligi uchun yana shu darsimizning sirtiga chiqmas shart ostida davom qilamiz. Oyatning oxirisida vasbir ala ma asabak. Bu oyatdagi sabr qilish hukmini qanday tushunamiz endi? Ya'ni deb o'tdik, inson avval inson bo'lish kerak. Xo'sh. Buning tertib shakli biz bayatni degandek. Oldi bilan inson bu dunyoni yaratgan, o'zini yaratgan, ma dunyoning sistemasini belgilagan zot bilan bo'lgan orasida vositlan yo'q qilib tavhid. Aniga undan qo'rqish, undagi munosabatni qana qilish, davom qilish, andigan jamiyatning tartibini qo'dash va amr bil ma'ruf va nahy anil. Bularning hammasi bir vazifa. İnsanның vazifasi va inson o'g'liga qoldiradigan bir vazifa. Ota-bola munosabati ya bugungi masala. Bu bir vazifa. İnson dunyoda yashashdan boshqa vazifalik inson. O'zi yashagan dunyoning tartibini saqlash vazifasi bor. Bu dunyoga kelish bir sababi bor insonning. Oyatning birisi bor ya, Sura Baqaraning 5-da. Va iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifa. Yani her insan dünyada bir xalifa. Arabdagi xalifa, hozir tarqilayotgan xalifa atalosiki xalifa emas. Yani bir vazifalik inson degan gap. İnsonning bir vazifasi bor. Naslning davomlashi. Davomlash uchun vazifasi bor. Endi bu vazifaning o'zi bir imtihon. İnsonga berilgan. İnsandan bazı iş talep qiladi bu. Nima uchun talep qiladi bu ishni? Nima uchun mushta har insonga bir vazifa yuklanadi desa, chunki insonning mijoz xarakteri shuki, hayotda har doim tartibni buzib turadigan omillar bo'ladi. Tartibning buzilishidan, hayot qonuniyatining buzilishidan, Allohning yo'lidan chiqishdan foyda oladigan bir taraf bo'ladi hayotda. Menfaatlanadigan bir taraf bo'ladi. Sen hamda o'zingning vazifasini ado qilish yo'lida bu yo'lga shunda qadam olgandan keyin o keladigan jafo, mushaqqat. Aqallisi sana bir vazifa o. Bir vazifa degan ado qilmagan deymasan, bir soatlik dars o'rganishning bir jafosi bor. Aqall shu jafodan yo'qolsa, boshqalarning sening mush ishing tufaylidan sana beradigan aziyatlari. Sening bu vazifangning oldidagi to'solg'ular alamcha ish bor. Çünkü insan bu vazifalarni ado qilish uchun birinchi qilib chidamchan bo'lishni o'rganish kerak. Bardoshlik berish kerak. Undan keyin qalbi bilan bo'ladi. Qur'on qarab baqsaq, insonga davomli ikki narsa tavsiya qiladi. Vasta'inu bis-sabri was-salat. Salat ifodasi Alloh bilan bo'lgan insonning o'rtadagi aloqaning uzmasligi, insonning insonlikni yo'qotmaslik ifodasi bo'lsa, bis-sabr ifodasi uzluksiz davom qilish. Bardoshlik berish, chidamchan bo'lish. Va mushi ish shakllangan vaqt, inson mushining kafolatli qilgan vaqtda oxirgi natija nima bo'ladi? Innalloha ma'as sabirin. Nima degan gap bu? Alloh sabr qiluvchilar bilan, chidamchan bo'lganlar bilan biladigan gap. Qalbisi degan gap ya'ni. La tahzan innalloha ma'ana deydi Rasululloh Abu Bakrga radhiyallohu anhu g'orda. Nima degan gap bu? G'am qilma, bu bizni tutib olmaydi, biz qutulamiz, g'albaga erishadigan biz degan gap. O'xshash innalloha ma'as sabirin g'alba qilish. G'albaning asosi bardoshlik berish. Umid uzgan, tushkunlashgan, hayotdan voz kechgan insonlar asla qalbi yo'q. Ya'ni demakchi bo'lganlari, ya'ni musibat kuchlangan siri Allohga yiqilishish taqozo qilindi demak. Ya'ni mustahkam turish kerak maydonda. Umid uzmaslik kerak Allohdan. Bu bir mujodala yo'li bu. Hayot bir kurash yo'li bu. Ya sen voz kechsa, bel qo'yutsa, yo'qolsa, ya mustahkam tursa, sabr degan shu, ya oxirgi chidaysa, g'alaba qilib oxirga chiqsa. Buning o'zi bizning shar'iy islohda yuqoridagilarning hammasi iymon va shukr deb ataladi. Mushta ifodalanadi.
iymon va nima shukri. Shunga boshqa sura Niso'da ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum. Agar sizlar bu yo'lda, ishongan yo'lingizda mustahkam turib oxirigacha o'zingizning ustidagi vazifani ado qilib Allohga tashakkuringni bildirasanglar, va ma yaf'alullohu bi'azabikum. Alloh sizlarga qanday qilmaydi azab. Ya'ni sen g'alaba qilsa degan gap yani. Va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim. Yani payg'ambar ko'rsatgan yo'l, Alloh bizga tushirgan bu yo'l, bu hayot manhaji, madam bizning aramizdan bo'ldi ekan. Biz bundan voz kechmayotganmiz. Va ma kana Allohu liyu'azzibahum. Alloh bizni asla azoblamaydi. Biz to'qim qutulamiz bundan. Yana bir oyatdan oyatning davomida va la tus'ir khaddaka lin-nas va la tamshi fil ardi maraha innalloha la yuhibbu kulla muxtalin faxur deydi. Bu oyatda nima demoqchi? Yani Luqmanning o'g'li qilgan nasihatining oxirisi. Xo'sh. Oyatning o'zini yengil tarjima qilsak, sen kishilarga mansitmaslik bilan muomala qilma. Zaminda g'adayma. Alloh g'adaygan, po'chi, mag'rur kishilarni qanday qilmaydi, yaxshi ko'ring. Ya'ni hayot yo'limizda og'ir kasaldan birisi bor. Biz darsimizning boshida shirk haqida gapiryapmiz ya. Buni o'sha shirkka bog'lab tushuntirgim kelyapti. Chunki mazmun shu yerga ozroq bog'lanadi. Ya'ni maxfiy shirkka yani. Maxfiy shirkka. U o'simi insonning o'ziga ibodat qilishi. Men maxfiy shirkning qatorida havasiga ergishishda bir narsani dedim. Uni boshqa o'ziga ibodat qilish. Qanday o'ziga ibodat qilish degan nima unda bo'lsa? Kishi o'zigami ibodat qilamdi? İnsan o'ziga ishinib qoldigan mezgil bo'ldi. Hammani men qildim. Men bilaman. Bu hisobni tirishib topdim. Men bilgachga mana shuni qilyapman. Bu natijani o'zimning bilimiga tayanib qana qildim. Biz beshit dedik ya. Yani natijani o'ziga bog'laydi, Alloh bog'lamaydi. Alloh. Dedikki biz bayatın dersimizden, sohbetimizden beşide insan bilen Allah'ın oturduğu hiç kim yok. İnsan ve Allah. İnsandaki her iş bir vasıta kimden geliyordu? Allah'tan geliyordu. İnsan bunu oturursa kimle kirgizse şirk. Başkanla kirgizse mi şirk? Üzünle kirgizse mi çoğu şirk. Bu şey işini men kıldım diyen gillam şirk. Yani Allah'tan üzünü şunda bir ağaca sanap kalkanın etisi insanda tekebbürlük payda oldu. Çünkü men payda oldu vakitte, men kıldım oldu vakitte. Biz dedik tevhid, Allah'tan korkuş, namaz hemimiz ne mi? Bendiçilik. İnsan eğer bendiçilikini his kılsa kemter olurdu. Çünkü bu insan bildi ki kıvatkan her işinin sebebini kıldı. İmkaniyet yarbergen derecede bir yolunu mandı. Neticesi kimden geldi? Allah'tan geldi. Çünkü el-Razzak Allah, el-Mu'ti Allah, el-Mani Allah, el-Rafi Allah, el-Hafız Allah, el-Mu'iz Allah, el-Muzil Allah. İnsan bunu düşünüyordu. Ama Allah'tan şundan miraklaşsa, insanın kallısından Allah hukumu yaraklaşkan hamallar insanda men hukum peyda oldu. Men kıldım. Bu intayin eğri kesel. Yamrap ketkin kesel. Şu yerden an başkalığa kanda peyda oldu. Yuğançılık peyda oldu, tekebbürlük peyda oldu. Yani bu özümüzne tazlaşqa tegişlik bir kesel. Yani insan buluşuna otunca kadın bu mu yana? Adam hem nesinin ilgili adam buluş gerek. Lokman özünün oğlu kalan yukarı bir türlük nasihatlerde oğluğa ne buluşunu götürdü? Adam buluşunu, insan buluşunu götürdü. Yani Rabbi bilen boğa alaka ve insanlar bilen boğa alaka. Birincisi de Allah bilen boğa alakanın karakteri ki tevhid. Şirk eltimeslik. Allah'tan korkuş. O alakanın devam kılışı ki namaz. İctimai cemiyet tertibi ki ve emru bil ma'ruf ve enha anil munkar. Ondan keyin bu vazifaning ki japası ve tusalg'ularga qarata bardoshlik qilish ki wasbir ala ma'asabak. Ve ondan keyin Allah bilan o'zini o'tirg'ata o'zini kirgizmaslik. Kishilar bilan bo'lgan ijtimoiy aloqani qana qilish, güzelleştirish uchun inson boshqalarni yuksak yani mana shu vaqtda inson o'zi kishini qilmaslik kerak. Harisini ma'lum deydigan bir tuyg'uga qilmaslik kerak.
Bu Luqman Hakimning oxirgi vasiyatida, o'g'li qilgan oxirgi vasiyatida waqsid fi mashik waghdud min sawtik inna ankaral aswata asawtul hamir. Ana bu oyat kishilik oyatda insonlar o'zaro munosabatda adab, axloq va hurmat bilan muomala qilish kerakligini bayon qiluvdi. Umumiy mazmuni. Bu vaqtda bir ozroq to'xtab o'tgan bo'lsak. Men oyatning oxiriga kelgancha biroz hayajonlanyapman yani. Bu oyat agar Qur'onda boshqa oyat bo'lmay, shu sura Luqmanning yuqori qo'ygan 2-3 oyati bo'lib qolsa, insonning inson bo'lishiga yetadigan-dek bir xil tuyg'u kelyapti. Yani Allah yuqoridagi insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasi, ijtimoiy jamiyatdagi uning vazifasi va kishilar bilan ijtimoiy aloqalarini deb kelgandan keyin insonning vaqsit fi mashikki insonning har ishining xarakterini yutyapti. Vaqsit fi mashikni normal tarjima qilsak, meningcha normal bo'ldi degan gap. Buning o'ziga oladigan doirasi intayin keng. Ya'ni biz qarindoshlarga deyiladiganimiz birisi boshqalarga adab, axloqliq bo'lish ifodasini o'ziga olsa, yuqoridagidek takabbur qilmaslikdan tortib, yana birisi qilayotgan har bir ishimiz, olgan har qadamimizda kimni ko'zlash? Allohni ko'zlash. Vaqsit fi mashid. Vaqsitninki normal bo'ldim boshqa ko'zlash ma'nosimi-chu? Qasd qilish. Ya'ni sen o'zingning normal holatini saqla ijtimoiy jamiyatda. Kishilar bilan bo'lgan adab axloq holatini saqla, takabburlik qilma, yaxshi muomala qil. Ondan boshqa vaqsitning yana bir ma'nosidan har bir ishing nishonliq bo'lsin. Hedeflik bo'lsin, planliq bo'lsin, Allohning rizoligini ko'zlasan. Sen dunyoga kelgan bir nishon bor, shu nishon qarab mang. Har ish harakatdan retga tushsin. Bu ajoyib bir tarbiya. Undan keyin oyatning oxirida yana shu muomala babidagi go'zal tavsiyalar waghdud min sawtik, ovozini qana qil past. Ya'ni madaniyatlik bir jamiyatning ifodasi. O'zaro vaqirab chaqirishmaslik. Vaqirab chaqirishish aziyat bir shaklda bo'lgan vaqtda boshqalarga aziyat berish zararni keltirib chiqarsa, aziyat bir shaklda emas, ammo ko'ngil echish va boshqa shaklda bo'lgan taqdirda bir madaniyatsizlikning nimasi ifodasi. Ya'ni inson bu yerda insondan shu talab qilinyapti-ki, past ovoz bir madaniyat. Atrofingdagilar bilan past ovozda parang qil. Past ovoz Alloh bilan bo'lgan bir nima adab. Bularning hammasi shu oyatning qanaqatida chiqyapti yani. Yani oyatga qarag'animizda oyat bizdan eng madaniyatlik, yuqori sopoliq bir jamiyat tashkillash, shakllantirish vazifasini kimga atyapti? Insonga. İnson bu vazifani o'zi dunyoda o'rnagandan boshqa kimga qoldirdi? O'g'liga qoldirdi. Va o'g'liga bu vazifani cho'ngib bo'lganda qoldirmaydi. Qanday vaqtdan tortib, kichik vaqtdan tortib. Unga mos bir shaklda, uyg'un bir sifat bilan balasiga tushundirish vazifasiga inson sal qaramaslik kerak. Ya'ni bu kishilik munosabatda zavq bilan muomala qilish ishorat qilamdi qanda? Bu amaliyotda bir zavq, yani zavq. Yani nima deb tushundirsak bo'laman, buni toza bilmayapman. Dedim-ku biroz bu oyatning oxiriga kelgacha biroz hayajonlandim, chunki hayot prinsipini sızayotgandek bu oyat. Yani bir xil insonning tuyg'usini agar mushu bo'yicha yashasa, inson mushu bo'yicha tarbiyalansa, mushu bo'yicha davom qilsa hayot, bundan go'zal hayot bo'lmaydi. Shunga tavsiyam mushu oyatni ma'nosini tushundirganlar oyatning arabchasini yoki ma'nosini tushunmasa, tarjimasini chiroyli bir loyihalab, go'zal bir shaklda har o'yiningki temaga esish kerak deb qo'yadi. Chunki bu hayot prinsipi bu. İnsanın inson bo'lish uchun asosiy prinsip mana shu oyat. Ya'ni xuddi bu vasiyat farzand tarbiyalaydigan ota-ona uchun o'lcham yoki metod deb. Metod. Çünkü her ata-ona unutmaslik kerak bunu. Dedim-ku, her ata-ona bunu uyning temiga esish kerak. Her kuni eslash kerak. Her uyga kirib chiqqanda ko'ziga ko'rinish kerak. Yani otaninki, onaning kallasidan
asla ve asla kesip olmayı. Çünkü yukarı vasiyetler şu insanın üzünün bir vazifesi ve kelgüzdeki avlanın hem nemesi vazifesi. Allah razı olsun. Sohbetimizden kimi ahıra kep kaldık. Sohbetimizde bir neçe noktalarda to'xtalib o'tgan bo'ldik. Biri tevhid bilan Allohdan qo'rqish, namozni barpo qilish, adab, axloq qatorliq farzand tarbiyasidagi jonliq misollarni bayon qilib o'tgan bo'ldik. Ustoz Muhammad Ali, Allah sizdan rozi bo'lsin. Allah razı olsun. Hurmatli qarindoshlar, bugungi huquq va majburiyat darsimizning 11-qismi hamisha oxirlashidi. Allah subhanahu va taolo bu suhbatimizni her yerde ko'rayotgan qarindoshlarimiz uchun manfaatli qilib bersin va Allah subhanahu va taolo hammamizga ixlos va tavfiq ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون